Mana shu o'rgangan ma'lumotimizga ko'ra ba'zi bir misollarni yechib chiqamiz. Masalan, ikkinchi misolga ahamiyat bering. Shartida aytilyaptiki, qalamlarni chizg'ichingiz bilan o'lchab, uzunligini yozing. Masalan, bu yerda mana sabzirang qalamga qaraydigan bo'lsak, bu qalamning uzunligini chizg'ich orqali o'lchab olamiz. Demak, bunga chizg'ichingizni qo'yadigan bo'lsangiz, uzunlik nechini ko'rsatyapti? Mana, o'lchaydigan bo'lsangiz, bu yerda chizg'ichingiz 4 sm ni ko'rsatadi. Demak, buning javobi 4 sm bo'lar ekan. Demak, keyingi misolga qaraydigan bo'lsak, 6-misol. Shartida aytilyaptiki, siniq chiziqning barcha bo'g'inlarini o'lchang, uning uzunligini toping. Demak, eslab olamiz, siniq chiziq o'zi nima edi? Demak, siniq chizig'imiz bir nechta kesmalarni tutashtirish orqali hosil bo'lar edi va siniq chiziqning ham o'zi ikkita turi bor edi. Eslab olinglar. Bu hozirgi siniq chizig'imiz qanaqa siniq chiziq bo'lyapti? Ha, demak bu ochiq siniq chiziq bo'lyapti. Ya'ni bir eslab olamiz. Bu ochiq siniq chizig'imizning bo'g'inlari deganda uning atrofidagi ketma-ket kesmalar tushunilar edi. Demak, mana atrofiga qaraydigan bo'lsangiz, A, B kesma bor, B, S kesma, S, D, D, I, F, F, C, C, H, H, G kesmalar bor. Demak, bu uning bo'g'inlari deb atalar edi. Demak, biz siniq chizig'imizni butunlay barcha uzunligini topishimiz kerak. Buning to'liq uzunligini topishimiz uchun biz birinchi navbatda uni tashkil qilgan bo'g'inlarini alohida hisoblab chiqamiz. Masalan, uning AB kesmasi uzunligini topamiz. Demak, AB kesmasi uzunligini chizg'ich orqali o'lchaydigan bo'lsak, bizda 1 sm ekanligini bilib olishimiz mumkin. Xuddi shunday, mana BS kesmani uzunligini ham o'lchaydigan bo'lsak, uning uzunligi ham 1 sm chiqar ekan va CD ni ham o'lchaydigan bo'lsak, bu ham bizda 1 sm bo'lar ekan. Endigi navbat DE ga. Mana DE ni o'lchaydigan bo'lsak ham bizda 2 sm hosil bo'lar ekan va EF ni o'lchaydigan bo'lsak, u ham 2 sm ga teng bo'lar ekan. Endi FC ni o'lchaydigan bo'lsak, bu 1 sm bo'lar ekan. CH ni o'lchaydigan bo'lsak ham 1 sm bo'lar ekan va oxirgisi HG ni o'lchaydigan bo'lsak 1 sm hosil bo'lar ekan. Endi biz siniq chiziqni to'liq uzunligini topish uchun uning hamma bo'g'inlarining uzunliklarini qo'shib chiqishimiz kerak. Boshladik. Mana AB ning uzunligi 1 edi, keyingisi ham 1 va DI 2 edi. EF 2, FC 1, CH 1 va HG ham 1. Ularning uzunliklarini hammasini bittalab qo'shib chiqadigan bo'lsak, bizda natija 10 ga teng bo'lar ekan. Demak, misolimizning javobi 10 sm bo'lar ekan. Tushundingiz-a? Demak, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.